nima deyapti akalar? Sizlar uchun ketadi-yu, ishtahani ochishini qaranglar. Sizlar bilan bugun Beshakkan aka bozor 36-do'konda shunaqa lasos balig'imizni ko'ryapsizlar. Холодный копченый kelgan, norveskiysi. Sifati shunaqa zo'r, ishoninglar. Yeganda ham shunaqa mazza qilib o'rasizlar. Sizlar bilan bitta masini ko'ramiz, ketdi. Bitta qo'lonimizga chiroyligini, svejiy sochni salat bagini qo'yib olamiz. Lasosimizni qo'yib olamiz. Haqiqiy buterbrodmi? Nima deyapti? Ko'ryapsizlarmi? Haqiqiy mazza. Bismillah. Shunaqa sochni og'zingizda eriydi, ishtahani ochadi. Bizda Beshakkan aka bozor 36-do'kon. Sizlar bilan faqat eng zo'rlarini ilamiz. Voy, mazasini qaranglar. Rahmat, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr, tirs. Hammanglarning uyida hamisha xursandchilik bo'lsin. Beshakkandan kelgan shunaqa chiroyli baliqlar bo'lsin deydi.